uchun biz sizlarni ustilaringizdan kulish uchun Ka'bani tavof qilib aylanishinglarning o'rniga yangi yil archasini berdik va hozirda o'zingizdan bosh farzandlaringiz ham albatta archa atrofini bir yilda bir aylanishmoqdalar, aynan boshqa din vakillari bilan birga. Ha aytgancha, Alloh taolo sizlarni ogohlantirgan edi. Bir qavm ikkinchi qavmga o'xshashga harakat qilsa, bas, ular ham o'shalardandir degan edi. Xohlaysizlarmi? Yana sizlar rad etib bo'lmas dalil keltiraman. Dalil shuki, yangi yil oqshomida turli xil hayvonlar ko'rinishidagi niqoblarni yuzingizga taqasizlar. Vaholanki bu ish sizlarda taqiqlangan, lekin bizlar taqqanimiz kabi taqaverasizlar. Yana bir dalil shuki, ro'za oyida aqalli bir bor taravih namozida uxlamay ibodat qilib qo'ymagan musulmonlar yangi yil oqshomida 12 bo'lishini kutadilar va turli xil niyatlar qiladilar. Ha aytgancha, Qur'oningizda bu kabi holatlar shirk deb ochiq oydin keltirilgan edi. Lekin bizlarning harakatimiz tufayli mana bugunga kelib ushbu shirk amalini yil oxiri, yil boshi degan so'zga o'zgartirib